sizni ham, meni ham o'smir yoshdagi farzandimiz bor va kichkina farzandlarimiz bor. Umuman bolalar va kattalar o'rtasidagi shaxsiy chegarani qachondan boshlab qo'yish kerak? Yoshligida. Necha yoshdan? Bola o'zini tushunishni boshlaganidan shaxsiy chegarani biza e'tiborga olmaydigan tomonimiz, misol uchun qiz farzandlar, o'g'il farzandlar bo'lganda 1 yoshli bolalarimizni o'g'il bola farzandlarimizni oldida bemalol yechintirib, kiyintirib, kiyimlarni almashtirib yuboramiz. Bu narsa sekin-sekin, ya'ni yoshligida biza amalga oshirayotgan narsalarimiz singib boraveradi. Kichkinaligidayoq kattaroq bo'lgan akalarni oldida hattoki kichkina bo'lsa ham garshokka o'tkazmaslik, alohida o'tkazish yoki kiyimini almashtirganda kichkina vaqtidanoq hammani yonida kiyim almashtirmaymiz, yur xonaga kiramiz, alohida almashtiramiz. Mana shu mayda-mayda narsalar bilan shaxsiy chegara boshlanadi. Yoki bo'lmasam o'g'limizni xonasiga, qizimizni xonasiga kirganda xonani albatta taqillatish, kirsam maylimi deb ruxsat so'rash. Hattoki mayda narsalarni olganda ham bu kulgili tuyulishi mumkin yoki ba'zi eshitayotgan, shu intervyuni eshitayotgan odamlar nima endi deb ozgina ensaliga qotishi mumkin, lekin bu haqiqat. Shaxsiy chegarani farzandlarimizga o'rgatmaganimiz sababli ham ko'pincha holatlarda biz o'z fikrimizni ularga singdirishga harakat qilganimiz uchun ham Alloh ko'rsatmasin pedofillarning qurboni bo'lib qolishyapti bolajonlar. Ya'ni shaxsiy chegarasi bor bo'lgan bola begonani tushunadi, his qiladi, niyati yomonligini ruhan his qiladi va o'ziga yaqinlashtirmaydi. Bu narsani mayda-chuyda, ya'ni garshokka o'tkazish, kiyimini almashtirish, xonasiga taqalatib kirish, narsasini ruxsat so'rab olish kabi mayda-chuyda narsalardan yoshligidan boshlashimiz kerak. Unaqa narsa katta bo'lganda ham turmush qurgan farzandlarni xonasiga bemalol kirib narsasini olib chiqib, o'zim bo'yimda o'zim narsani so'rab olishim kerakmi degan tushunchali odamlarga, afsuski. Lekin uni ham o'z fikri bor, uni ham shaxsiy buyumlari bor. Biz hatto undan so'ramasdan turib, sumkasidan ruchkasini ham olmasligimiz kerak. Chunki u farzandlarimiz shaxs, alohida shaxs ular ham. Ularning ham fikri bo'lishi mumkin, ularning ham narsasi bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam, shu oilalarda ko'pincha uchraydi. Ber deymiz, kichkina bola qaysarlik bilan narsani so'rasa, nimadan shu narsa paydo bo'ladi? Katta farzandlarimizga ber, yig'lamasin. Kichkina-ku hech narsa qilmaydi, kichkina-ku deymiz. Yo'q. Chegarasini bilish kerak. Kichkina bo'ladimi, katta bo'ladimi tushuntirishimiz kerak. Shu yig'layotgan farzandimizga ham bu opangning narsasi bolam yoki bu akangning narsasi. Ruxsat bersa olamiz, ruxsat so'raymiz. Maylimi o'g'lim, ber olsa. O'ynab tursa maylimi narsani, agar senga kerak bo'lmasa. Agar u narsa menga kerak yoki boshqa desa, xafa bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi, kichkinaga tushuntirishimiz kerak. Yo'q, bu akangning narsasi, kel men senga boshqa narsa beraman yoki men senga boshqa ruchka beraman. Shunaqa qilib, hattoki bir-birini chegarasini buzmasligiga ham biza kichkinaligidan o'rgatib borishimiz kerak. Tushunarli. Ya'ni o'z chegarasini bilmagan inson boshqalarning ham chegarasini bilmaydi.